Cobalt avtomobili. Hozir ko'ramiz. Bu mashinada avtomat korobkasida muammosi bor. Skor chiqqan holatini ko'rsatmaydi. Shu bilan muqobilda mashinada har xil cheklari, znaklari yonib qolgan. E'tibor beramiz. Hamda taxometrlari ham ishlamay qoladi, cheklari ham yonib qoladi. Mana bu skorlari yonib o'chib o'ynaydi. Diagnostika qilgan paytimizda mana bunday ошибкалар chiqibdi. Korobkalarda muammosi bor deb chiqibdi, shina kam deb chiqibdi, modullari bir-biri bilan svязga chiqmayapti. Shuning uchun shu muammosi chiqadi. Cobalt avtomobilimizda aynan optik akkumulyator tiyda ikkita shtekер bo'ladi. Orqa tomonda sim chiqib qolgan bo'ladi. Hozir o'shani ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu korobkasini shtekerini chiqarib olganmiz. Mana bu ikkitali shteker bor. Orqa tomondan ochdik, ko'rinib turibdi. Oq ko'k polosali shteker mana orqaga qarab chiqib qoladi mana bunday. Tortgan payt mana bu joyiga yaxshi tushmagan, shuni hisobiga mashinada ichkarida cheklari yonib qolgan. Biz bu avtomobilimizni simlarni joy-joyiga qo'yib, kompyuterning diagnostikaga solib, chiroyli qilib yuboramiz. Bo'ldi. Akkumulyatorlarni ham yig'ib bo'ldik. Shteklarni ham joy-joyiga bitirib oldik. Betavot qilamiz. Mashinamiz zavod bo'ldi. Shaylar, albatta turganini ko'rsatdi. Radniga, erga, dega, mexanika hammasi ko'rsatdi. Bu yerda chekkaroqlar ham ishlar, taxometrlarga tashlangan. Detektiv narsalar bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar. Yangi avtomobillarda ham shunaqa holat bo'lib qoladi. Janaqa strashniy qo'rqinchli joyi yo'q. Просто tak shtekir tushmay qolgan bo'ladi. O'shasini to'g'rilab joy-joyiga qo'yib yuboramiz. Hech qanday muammosi bo'lmaydi.